Alaykum rahmatullohi va barakatuh. Mana Ramazon vaqti o'zimizdan mana mashinalarni otish bilan boramiz. Orqada yana ketamiz. Bugun mana hamma opikalarimiz bilan birga ro'za bo'lgani uchun harakatni birga qilib, shundan keyin iftordan keyin ishimizni davom ettiramiz. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Mana qadrdonlar mashinalarimiz ketib-ketib chiqib ketyapti O'zbekistonga. Hozir mana odam yo'q, o'zimiz ishlash bilan boramiz. Mana bittamiz chiqdi. Hozir mana bittasi chiqdi. Directly load. Alhamdulillah. Mana. Where is the second recovery? Mana. Endi ro'za oyi bo'lgani uchun hammamiz ishlash vaqtimiz har xil bo'lyapti mana. Birin-ketin chiqib ketyapti. Yes. Come. Hozir 3-chi mashinani ham ortamiz. Salom rahmatulloh. Mana hozir 3-chimiz turibdi. Hozir 3-chiga recovery keladi. Salom rahmatulloh. Mana inshaalloh. Mana 5-mart Xudo xohlasa chiqib ketdik. 12 second. Mana ikkinchisi bo'ldi Xudo xohlasa mana bitta Highlander ortildi. Bu Buxoroga, bittasi Toshkentga. Sami, this one you will collect. Where I will parking? Huh? Wait. Hozir mana buni olib chiqib tashlaydik shundan. Hozir evakuator. Ro'za Ramazon oyi bo'lgani uchun sal qo'zg'alish qiyin bo'lib qoldi. Ham bu yoqdan bu yoqqa band. Chunki ish vaqti tugaydi, hozir 1 soatda bo'ldi. Shu bilan keyin ertadan ish boshlanadi. Hozir biz o'zimizda Bahrom aka degan qadrdonimizni mashinalari otalariga olganlar sovg'iga dokument turgan. Wait, I will give this one also. They will drop us. Wait 1 minute. Wait. This document is here. Wait. You want to take this out? Yeah, out. Also Uzbekistan. Xalos. Mana nasib qilsa 3-chi mashinamiz chiqib ketyapti. Xudo xolasa bittasi portga chiqib ketdi. Chap tarafda edi, mana oxirgisi mana shu turibdi mana. Xudo xolasa inshaalloh yo'l oldi. Hozir buni ham bitta dokumentini ko'ra olamiz, nomeri bilan. Here's your 3 Highlander at Port Hamaria. Okay.